Assalomu alaykum, hammaga xayrli kun do'stlar. Mana bugun ligator apparatini olib keldik. Ligator apparati gemoroy kasalligida operatsiyasiz davolashda ishlatiladigan apparat bo'lib hisoblanadi bu. Bu mana shunaqa ko'rinishga ega, pistolet deb aytishingiz mumkin. Mana bu yerda harakatchan qismi bor, bu yerdan отсосga ulanadi, yana so'rg'ichga gemoroy tugunni tortib oladi. Tortib olish natijasida mana bu yerda gemoroy nimasi halqa qo'yib qo'yamiz biz. Gemoroy qon ketadigan yo osilib tushadigan gemoroy tugunlariga halqa qo'yib qo'yamiz. Mana bunaqa halqasi bor, o'zini maxsus. Ana halqani nima qilgandan keyin xuddi shunaqa holat. Mana masalan shu gemoroy tuguni desak, mana buni bosasiz, mana bitta nima qilsangiz ana halqa qisib qo'ydi. Natijada qon kelish to'xtaydi gemoroy tugunida. 14 kun ichida uzilib tushadi. Kasallikdan qutuladi bemorlar. Eng ko'p ishlatiladigan operatsiyasiz davolash usuli. Gemoroyni 1-chi, 2-chi, 3-chi bosqichlarda ishlatamiz. 4-chi bosqichda mumkin emas. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bu ligator apparati. Gemoroyda ishlatiladigan apparat.